Uyg'ur xalq cho'chaklaridan tanlanma qozon tuvi. Bar ekan o yo'q ekan, o'tgan zamonda yiroq bir jangalda yolg'iz o'ylik bir buvay bilan bir mo'may kun kechirdi ekan. Ularning dunyolikda bar yo'q bir kalisi va bir koni qazini bar ekan. Bu atrofda yirtqich hayvonlar va o'g'ri qaroqchilar pat-pat paydo bo'lib qoladi ekan. Buvay bilan mo'may butun hayotida ikki narsadan. Birinchisi, kalasini yirtqich hayvonlarning yeb ketishini yoki o'g'irlarning o'g'irlab ketishidan. Ikkinchisi, bar yo'q bir dona qozonining tuvi teshilib ketsa, tomoq etib yeyolmasligidan andish qiladi ekan. Shunga buvay bilan mo'may har kuni oqshimi ishik to'nglikni ching taqab, kalasini qozniqiga solab, doim shu ikki andishsi ustida so'zlashib yetib qoladi ekan. Kunlardan bir kuni bir yo'lbars va bir o'g'ri bularning kalasini qastlabdi. Ammo yo'lbars bilan o'g'ri bir-biridan xabarsiz ekan. Bir kuni kechda o'g'ri o'g'ziga chiqib, dum yetib, bular uxldimi yo'q deb to'nglikka quloq yiqibdi. Yo'lbarsmi uning oldidaroq kelib, kala solangan orliqning eshigida marab yotgan ekan. Mo'may bilan buvay yana odatdagidek so'zga kirishib ketibdi. Xotin, mush kalamizdan ayrilib qolsaq, ovqat qilishimiz tas bo'ladi juma. Qeyrganda ikki qo'limiz bilan nima qila olaydik, debdi buvay. Umi bir jon egisi bu dunyolik emas. Men o'g'rirdimmi, yo'lbasdimmi qo'rqmayman. Ammo nima bo'lsa-bo'lsin, shu qozon to'yidan saqlasin juma, debdi mo'may. To'nglikda tangshab yotgan o'g'ri, "Voh, bular o'g'rirdimi qo'rqmasa, yo'lbasdimi qo'rqmasa, qozon to'yidan qo'rqsa, qiziqishda bu. Men bilmaydigan qozon to'yi deydigan bir baloxo'r bor o'xshamamdi", degan andishiga tushibdi. Qo'rqqanidan atrofga qarabdi. O'milab eshik beshidan tushib qechib ketmoqchi bo'lib, yerga ko'z tiksa, eshik oldida bir yo'g'on narsa yotqudek. Buning yo'lbars ekanligini bilmagan o'g'ri uni qorong'uda buvay bilan mo'mayning kalisi deb o'ylab qopti. Yo'lbarsmi buvay bilan mo'mayning "Yo'lbarsdimi qo'rqmayman, ammo nima bo'lsa bo'lsin, mush qozon to'yidan saqlasin" degan gapini anglab, qozon to'yi deydigan mendanmi yomon bir baloxo'r bor o'xshamamdi, deb o'ylab qo'rqib yotgan ekan. Yo'lbarsni kala deb o'ylab qolgan o'g'ri xushal bo'lib ketib, uni minib qochmoqchi bo'lib, o'gizdan o'zini to'g'ri yo'lbarsning ustiga tashlabdi. Yo'lbars o'z ustiga minib olgan o'g'rini qozon to'yi deb o'ylab qopti-da, o'rindan sakrab turib, badar qechibdi. Tong otquchi qechib, yo'lbarsning hech holi qolmabdi. Tong otganda ular bir jangalga berib qopdi. O'g'ri qarab baqsa, ostida minib olgani kala emas, yo'lbars sakrab tushibdi-da, qo'rqqanidan bir egiz daraxtga yamishib chiqib ketibdi. Yo'lbars 40-50 qadam neriga berib, herib yetib qopdi. Shu yerda yurgan bir tulka bu holga hayron bo'lib, yo'lbarsga salom berib, uningdan ahvol so'rabdi. "Sen kichik bir yiligarsan. Darhol jiningni joyla. Daraxtning ustida qozon to'yi bor. Tong otquchi meni minib, holimni qo'ymadi", debdi yo'lbars. "Voy yo'lbars podshohim, u qozon to'yi emas, odam", debdi tulka quyrug'ini shippanglatib. "Yo'q, qozon to'yi u", debdi yo'lbars ko'zlarini olaytib. "Undaq bo'lsa ikkimiz daraxt to'yiga boraylik. Sizlar qarab tursizlar, men daraxtning ustiga chiqaman. Muboda u odam bo'lmay, rost sizlar aytgandek qozon to'yi bo'lsa, asta ko'zimni chimildatib qo'yman. Sizlar darhol qechib ketsizlar. Men qechishning yo'lini o'zim topaman", debdi tulka. Yo'lbars ma'qul gapdi, biroq shart qo'yibdi. "Sen tulki bakilgar, o'zing qechib ketib, meni qozon to'yiga tutib beramsan dexe. Shuning uchun men seni bo'ynimga bog'lab olib boraman. Nima bo'lsa tang bo'lamiz", debdi yo'lbars. Bular daraxt to'yiga kelibdi. Yo'lbarsning bo'yniga bog'langan tulka arg'amchini so'rab daraxtga chiqishga boshlabdi. Qo'rqib arvohi uchib ketgan o'g'ri daraxt ustida o'zini qo'ydigan yer topolmay, qo'rqqanidan tulkiga qaratib jing'ib etibdi. Buningdan tulkining ko'zlari chimildab ketgan ekan.
yo'lvoz tulkini va og'amchi o'rilib qolgan daraxtni qo'miribla padar qechibdi. O'g'ri osmondan tushgan ximirdek jangalda qimir qilmay yetib qapti. Bir rivoyatga qaraganda yo'lvoz hozirgacha tulkini so'rab yurganmish. Tulkining bo'lsa terisidan boshqa hech narsasi qolmabdimish.